oyisi, sizda nechta farzandingiz bor? 3 ta. O'g'il, qiz? 3 ta o'g'il bor. Mana. Nima dedingiz? Tush ko'rdim dedingizmi hali? Tushingizda kim ko'rdingiz? Boshimga chiroyli narsa keldi. Boshingizga chiroyli narsa keldi. Balki sizga jannatlarda toj kiydiradigan bolacha bo'ladi. Mana katta bulbuli bor, 4-chi o'g'il bolacha. O'sha tojni kiygandirsizda, shunaqami? Qalay, cho'tkimi? Yaxshi. Hozir agar o'g'il bo'lsa, qiz bo'lsa boshqa tug'mayman dedingiz, endi tug'arkansiz yana. Bo'ldi, boshqa tug'mayman. Yaxshi, xayrlisini bersin, ko'rdinglarmi? Kim xohlagan bo'lsa o'g'il, o'shalarga yuborib qo'yinglar qizlar.